Bu mashinaga hali yuk yuklanmagan, bor yo'g'i 2800 km yurgan mashina. Bilasizlar, har doim kam yurgan tozasidan qo'yaman. Sababi bu mashina O'zbekistonga borgandan keyin normalniy rasxoti bo'ladi. Kamida 14500 dan 15000 atrofida rasxot bo'ladi. Shuning uchun ko'pchilik aytishadi, Bahromjon pul tikib olganga yarasha zo'ridan, yangisidan yurmaganini olib bering deyshadi. Shuning uchun ham har doim kam yurgan tozalarini qo'yaman. O'zim ham agar sotib oladigan bo'lsam, $500, $1000 qaramasdan kam yurgan tozasi, iloji bo'lsa yurmaganini olgan bo'lardim. Shuncha pul tikib olganga yarasha. Zato mashina degan temadan qutulaman. Qaranglar, 22-yil 2989 km probeg bor, yana 3022 ga 5-oy. Euro 5 mexanika. Yangiligi bilinadi. Nima deysizlar, mana rolun choklarini qarang. Paketlari bilan turibdi, hattoki mana. Video registrator originaldan qo'ygan ekan, NX7. Sizga kerak bo'ladigan funksiyalari bor aka, qo'yingki. O'rindiq soviydi, qiziydi, roli qiziydi, issiqqina mana rolini abagretda yoqib qo'ysangiz, issiqqina ushlab maza qilib minasiz. Bakoyga yomg'ir tushmaydi, quritadi o'zi. Bakoy spiral bor. O'chirib qo'ya qolay buni. Palasa ushlaydi mashina, avariyniy tarmajeniya bor, video registratorlar bor. 5 talik korobka, zadniy bilan 6 ta, Euro 5 mexanika. Holati videoda qanday ko'rib turgan bo'lsangiz, mana shu holatda turibdi. Rasxot qilmaysiz, olasiz, minasiz. Balonlarning holati, balonni almashtir, u yerni almashtir, bu yerni almashtir, yo'q. Olasiz, minasiz, qarang. Ko'k deb hamma mensimasdi, ko'kab o'ziga yarasha derski bo'ladi. Buni ham ishqibozlar bor, qarang. Yangi mashinani rangini qizig'i yo'q. Sarig'i bo'lsa ham yangiligi bilinadi akalar. Sariq rang bo'lsa ham yangiligi bilinadi. Qarang mashinani. Lovullab turishini bir ko'rganda yalta etib ko'zingizga ko'rinadigan, ko'zga shunda tashlanadigan mashina yangiligi bilinadi. Qarang. Holatlari umuman ideal. Hatto yuk yuklanmagan mashinaga atsenkovoy bosilmagan mana. Qaranglar, yuk yuklasangiz mashina kraskalari, qovurg'asining kraskalari ko'chib ketardi bortda. Chotki holatda turibdi mana. Balonni qaranglar. Balonda ham umuman rasxot qilmaysiz. Voy, mana gulshitr qarang. Hozir motorni ham ochib ko'rsataman. Oppoq, mana gulshitning o'rtalarini ham qarang. Zapaska balonlar hali yer ko'rmagan. Holati umuman ideal holatda turibdi akalar mashina. Bitta atsenkovoy bosib olish kerak ekan bunga. Rasxoti shu. Atsenkovoy yangi bo'ladi, atsenkovoy ham. Olganga yarasha yangi olaman deganlar atsenkovoy ham yangi bo'ladi. Hop, taglari mana, to'g'ri gulshtirlari, korobkaning taglari radnoy o'zini holatda turibdi. Ramaga sepilmagan, bortga sepilmagan. Balonlarda rasxot qilmaysiz, ideal holatda turibdi. Hop, mashinaning narxi akalar O'zbekiston tamojnagacha 13000. 13000 bilan yetkazib beraman. Hop, rastamoshkasi alohida chiqadi. 14,5 mingdan 15 minggacha hozirgi kunda chiqayotgan. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Yuklab yurg'izib beraman mashinani. Holati yaxshi ekan, kam yurgan tozasidan olaman deganlar uchun alohida keldim. O'tgan safar kechqurun qilgandim. Bu mashinani videosini zo'r chiqmagani uchun kunduzi kelib mana realni ko'rsatyapman. Xuddi siz bilan men gaplashib turganday holatda mana ko'rib turibsiz mashinani aka. Motorni ochib ko'rsatay sizlarga. Motorni ochishingizdan chiqibdi mana. Har doim ko'rsatardingiz, bu safar ko'rsatmadingiz deyishayotganda. O'tgan safar ochib ketuvdim, motorni ochib ko'rsatuvdim mana. Kilonkalari bilan turibdi deb. Qani bismillah. Mana. Voy, buni qarang, buni. O'rindiq tagini qarang aka. O'rindiq tagini oppoq, yangi zavod holatda turibdi-yu. Chang ham sochirab qo'ymagan mana, chang ham yopishmagan hatto. Kilonkalari bilan. Ovozini eshiting, buni ovozini. Chipkillab soatda ishlab turibdi. Olasiz, minasiz. Yaxshi mashina, pul tikib olib kirib minganingizga arzuradigan mashina ekan. O'zim chiroyli qilib yuklab jo'natib beraman. Aloqaga chiqaverasizlar. Namangangacha $13,000 bilan yetib boradi. Rastamoshkasi 14,500 dan 15,000. Boring, 15,000 hisoblang aka. Hop, 28,000 ga aylanar ekan. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Inshaalloh buni ham chiroyli qilib yuklab yetkazib beramiz.